Angliyadagi boy milliarder. Angliyada juda ham boy milliarder odam bo'lgan. U shunday boy bo'lganki, oltinlari, qimmatbaho brilliantlar deysizmi? Behisob boy. U esa qasr, juda ham katta joyni egallagan. Shuncha boyligi bor bo'lsa ham, ayoli bilan ajrashgan. Farzandi yo'q. Uyida esa xizmatkorlar ishchilar ishlamoqda. Daromadi aytarli darajada katta. Aytishlaricha hatto Angliya davlati ham o'sha odamdan kerak bo'lsa qarz olib turar ekan. U o'sha qasr uyini podvaliga juda ham katta mustahkam seyf qurdirgan bo'lib, u seyf xona-xonadan iborat. Bir xonasida oltinlari tursa, boshqa bir xonasida brilliantlari, yana bir boshqa xonasida pullari. Pullari ham son sanoqsiz. Ishchilarga u seyfga kirish u yoqda tursin, podvaliga tushish taqiqlangan edi. Ishchilarni tez-tez aldash yo'llari bilan xiyonatkormi yoki unga sodiqmi yo'qmi gapni aylantirib tekshirib turardi. Lekin u odam o'zi yolg'iz seyf ichiga kirardi. Boyliklarini ko'rib, juda ham zavqlanardi. Ba'zida pullarini ustida uxlaydigan odatlar bor edi. Boy odam baxil bo'ladi, baxil bo'lmasa boy bo'lmaydi degan eskilarning gaplari bo'lar edi. U odam har doim boyliklardan juda ham xavotirda bo'lar edi. Hech kimga ishonmas edi. Hatto tan soqchilari til biriktirib meni o'ldirishi mumkin degan vasvaslar u odamni qamrab olgandi. Barcha uni qo'lida ishlayotgan xodimlari o'ldirish uchun menga nisbatan qanday planlar qilishyapti, qanday buzuq fikrlari bor ekan, men bularni bilishim kerak degan fikr qiladi-da, bularni hammasini tekshirish uchun majlis o'tkazadi. Majlisda milliarder: "O'rtoqlar, men safarga ketyapman. Bu safar ancha uzoq ushlanib qolishim mumkin. Jiddiy ishlarim bor. Xavotir olmaysizlar", deb atay bularni ipidan ignasigacha bemalol tekshirish uchun shunday deydi. Orada ishchilariga ishonarli chiqish uchun aviachiptasini ham ko'rsatadi. Majlis tugagach, ular xayrlashadilar. Yordamchilardan biri aeroportga olib borib milliarderni kuzatadi. Milliarder aeroport ichiga kirib ketadi. Ket tushguncha aeroport ichida o'tiradi. So'ng o'zini qasri taraf yo'l oladi. Milliarder hovlisiga berkinib kirish uchun o'rmon orasidan yerto'la bilan kiradigan joyi bor edi. O'sha joydan yurib seyfiga yetib boradi. Seyfni eshigini ochib, ichiga kiradi. U yerda barcha xodimlarning suhbatlarini bilish uchun alohida ovoz moslamalari o'rnatilgan edi. Barcha xodimlarning ovozlarini eshitib, kuzatib turardi. Birinchi kecha boyliklari bilan ovora bo'ladi. O'z pullarini ustida uflab qoladi. O'sha kuni kech payt chanqab uyg'onib ketadi va o'sha berkinib kelgan yo'li bilan chiqib ovqatlanmoqchi bo'ladi. Ne ko'zlar bilan ko'rsinki, kalit tashqarida zamoqda qolgan edi. Eshik yopilgan, ichkaridan hech ham ochib bo'lmas edi. Odatda seyflarga o'g'ri tushsa, kirganidan so'ng ichkaridan chiqib keta olmasligi uchun shunday qilinar ekan. U yerda na suv bo'lsin, na ovqat. Boyliklarning asli holati saqlanish uchun qonun bo'yicha seyfga suv yoki non bilan kiritilmaydi. Chunki ulardan nam chiqadi. Pullarini chiritib yuborishligini milliarder juda ham yaxshi bilar edi. Milliarder o'z qo'ygan qopqoniga o'zi tushib qoladi. Rosa baqiradi. Eshiklarni tepadi. Jon jahdi bilan baqiradi. Uni hech kim eshitmaydi. Oradan 2 kun o'tadi. Baqirishdan tolgan milliarder endi hech qanday imkoniyat yo'qligini biladi. Oradan 4 oy o'tadi. So'ng milliarderning xodimlari qidirishga tushadi va politsiyalarga xabar beradi. Alloh unga taqdirini shunday belgilaganini sezgan milliarder bilagini tilib, devorga qon bilan yozib qo'yganini ko'rishadi. Men nima uchun bu boyliklarni yig'dim? Bir seyfning ichida o'lishim uchunmidi? Meni imkoniyatim cheksiz edi. Hech kimda yo'q boyliklar menda bor edi. Men xohlagan orzumga yetishim mumkin edi. Angliyadagi eng boy odam ochlikdan o'ldi, deb devorga yozib qo'yadi. Do'stlarim, shuning uchun hamma boyliklar yerni betida qolib ketadi. Odam esa 2 metr yer tubiga g'arq bo'ladi. O'tkinchi dunyo, do'stlarim, esingizdan chiqarmang. Javobi juda ham og'ir bo'ladi. Seni sevib, sendan sira ketolmadim, seni sevib. Hech kim mendek sevolmaydi, ol deb joning mendek kechib berolmaydi.